Demak, insonni ulug'likka, fazilga yetlab boradigan narsa nima ekan? Ana shu ulug'larning nazari bo'lar ekan. Ota-onadan farzandga ham ana o'sha xulqlarni ba'zi bir qismlari o'tib qolar ekanlar. Bu kim o'g'li bu? Falonchini o'g'lisi otasiga o'xshar ekan. Otasi ham juda halin yigit edi-da. Domlamizga guruh rahbari qilib tayinlaganidek nihoyatda yaxshi yigit edi. Alloh rahmat qilsin. Doim zikrdan, tasbihdan nihoyatda muloyim edi. Mana bu yerda o'tirgan hamma hamkor domlalarimiz aytamiz. Nihoyatda xushxulq edi. Juda xushxulq yigit edi. Yoshida Alloh rahmat qilsin. Taqdiri ilohiy ekan. Mana shu joyda odamlar o'tish belgilangan ekan. O'sha samolyotga chiqib Toshkentga uchganda o'zi uxlagan to'y qaytib turmadi. Navbat kelganda biz Madinada menga xabar qilishdi, shunaqa odamlar xushlar ketgan holda olib tushirildi dedi. Keyin bilsak, o'sha samolyotga o'zida komaga tushgan ekanlar. Nima bo'lgan Allohning o'zi bilguncha keyin harakat qildik, Madinadagi katta bir shifoxonaga yotqizdik, operatsiya qildik. Lekin taqdir ekan olamni o'tdilar. Inshaalloh tasdiqchi bugun hozir Masjid Nabaviyda janozasini o'qib, Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilish bo'yicha harakat qilamiz. Baqi qabristoni azizlar Jannatul Baqi deyiladi. Bu qabriston birinchilardan bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalaridan bo'lgan Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu mana shu joyga dafn qilinganlar. Undan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim, ana bundan keyin uchinchi bo'lib qizlari Ruqayya radhiyallohu anha dafn qilingan edilar. Robbim qul domla mana shu qabristonga dafn qilinmoqda. Alloh taolo domlamizni ulug' zotlar bilan, sahobalar bilan birga yotishlikni iroda qilgan ekan. Rasulimizning hadislariga muvofiq u zot shafaat qilsa-yu, qiyomatda mahshargohda mana shu Jannatul Baqi qabristonida yotgan sahobalar bilan birga turmoqligini Alloh nasib qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohim xotimalarni qanday go'zal qilsin. Rasulullohning ruhi qabz qilingan shaharda olamdan o'tishini iroda qilibsan. Qanday go'zal makon beribsanki, Rasulimizga qo'shni qilib ashoblar bilan birga yotmoqlikni nasib qilibsan. Umidimiz domlamizni qiyomatda Rasulimiz alayhissalomning shafaatlariga hamrohlik qilib, qolgan zurriyotlariga, oilalariga sabr berib, orqalaridan duoda, takbirda bardamonlik qilib. Allohim ularni shu kungacha qilgan barcha yaxshi ezgu amallarni o'zlariga hamroh qilib, kamchiliklarni, nuqsonlarni Ya Rabbi, duoga qul ochib turgan hojatlarimiz, hoj otalarimizni ham salomat qilib, vatanga eson omon borib olishlarini nasib qilib.